Shunaqa holat bo'ldi, bitta patsient bilan gaplashsam, klinikaga qatnayapman deyishga deydi, uyalaman deydi. Ha, sen deydi, kasal ekansan, ha, bo'l, ukol olib yotgan ekansan. Mana belimda, bo'ynimda grijam bor edi, keyin pretruziyalarim orqalarimda. Ha. O'sha narsalar Xudoga shukr, mana Shuhratni orqasidan sizni adizlar boshida ko'rdilar. Shularni bo'laga muammolarim aytdilar. Mana Shuhrat Xudoga shukr. Oldin ko'rganmanmi siz? Ha. O'sha yaxshi bo'lib ketdimman. Bir kelib turaman lekin shu oldini olib yana boshqatdan bir narsa bo'lib qolmasin deb. Xudo xolasa qilasiz. Bo'lmasin-ku. Baribir yengilligi bor. Yaxshi, har doim mana shu pozitsiyada bo'lsangiz zo'r. Chunki mana bizachi singdirib bermaymiz-da, ya'ni muolaja olish deganda, lecheniya olish deganda odamlar faqatgina ukol, kapinitsa, dajichi mana shunaqa holat bo'ldi, bitta patsient bilan gaplashsam, aytayapti, klinikaga qatnayapman deyishga deydi, uyalaman deydi. Ha, sen deydi, kasal ekansan, ha, bo'l, ukol olib yotgan ekansan. Daji o'sha narsani aytishga uyalaman. Endi muolaja olgani boryapman desa ham odamlarda blok paydo bo'lib qolganda, shu qatnayapman desa bo'ldi, ana qanaqadir seriozniroq kasali bo'ladi, boshqa. Chunki bizning ongimizda shunaqa narsa bo'lib qolgan. Kasallikni qizil liniyadan emas, ana o'sha krasniy liniyadan o'tkazib yuborgandan keyin bizda kelishadi. Shunisi nima deydi? Og'riq. Lekin mana bu yoqqa kelishimdan oldin lecheniya oldimda, oshqozonim og'ridi. Oyog'im og'ridi. Oyog'im mana shu grijalarim, oyoqlarim og'riganda lecheniya oldim. Oshqozonim og'ridi. Oshqozonimni yazva deyishdi. Yazvaga aylanib ketibdi. Undan keyin o't qopim dimlanib ishlamay qoldi. Yo'q, Xudoga shukr, hozir yaxshiman. Dorilarni umuman chiqarib tashlamoqchiman. Xudo xolasa, Alloh, avvalambor Alloh, sababchisi sizlar ekansizlar. Alloh hammamizga, keladiganlarga ham, bizga ham hammaga shifo bersin. Sizlarni ham omadinglarni bersin. Bizda o'zi aslida bizda hech gap yo'q, havas Xudodan. Biz faqatgina shu olgan ilmimizdan odamlarga qilamiz, shu katta yordam beradi. Hammasi Xudodan. Alhamdulillah. O'zinglar ehtiyot qilinglar. Rahmat. Davom ettiramiz. Mahkam bo'linglar, Xudo xolasa. Rahmat. Omad Amin, amin, aytganingiz kelsin. Quvvat bersin. Hamma yengil bo'lib sizlarni duo qilib ketaman. Keyin sizga o'xshagan, misol uchun, muammosi bor odamlarga nima deya olgan bo'lardingiz? Kelishsin shaqqa. Men shu narsaga ishondim, shu narsani endi ubijdatsiya qildim, o'zbekchada nima deydi? Tushunib yetdim shu narsaga. Mana 3 kun men ham 3 kun keldim. Har qatta bemalol qo'lim og'rib keldi, ko'tara olmay qoldim. Men hammasi yaxshi bo'ldi-da. Kelishsin, shifosini topishsin. Xudo xolasa. Bilsin shu narsalarni. Sizga mukammal shifo tilaymiz. Klinikada hamma sharoit bor, hamma joy toza, ozoda, hamma anolari muomalalari shirin. Juda ham. Muomalaga biz hammalarining muomalalari yaxshi. Har tomonlama yaxshi. Keling, ko'ring o'zingiz davolaring. Xudo xolasa. Rahmat. O'zinglar ehtiyot qilinglar, salomat bo'linglar, hech kasal bo'lmanglar. Har doim ma'lum nima deydi? Kelganda ko'rgan emas, bitta kofe ichib o'tirgani ham kelsanglar bo'ladi. Bemalol ashta kofe ichib o'tiramiz.